Ko'pgina obunachilarimizdan bir taklif tushdi, ya'ni yuz qizarishi, toshmalar toshishi, yuzda qil tomirlarning kengayishi bilan kechadigan pushti husnbuzar yoki elimiz xalqimizda rozatsiya, kuperoz nomi bilan tanilgan kasallik haqida sal batafsilroq ma'lumot bering deb so'rashdi. Demak, rozatsiya. Rozatsiya kasalligi bu kelib chiqishi hali shu paytgacha bir aniq ma'lumotlar yo'q, lekin asosiy kelib chiqishda sabab bo'ladigan holatlar bor. Bularning birinchisiga biz quyosh nurini aytamiz. Quyosh nuri, ya'ni ultrafiolet teriga ta'sir qilganda ma'lum bir retseptorlar faollashib, demak qil tomirlar kengayib, toshmalar toshishiga va yuz qichishish kabi holatlarga olib kelishi aniq faktlar bilan isbotlangan. Bundan tashqari, demak, qabul qilayotgan oziq mahsulotlarga bog'liq joylari bor. Achchiq, chuchuk, dudlangan, уксусlar sepilgan, achchiq kofe, qora choy kabi mahsulotlar bu holatni yana ham jadallashishga olib keladi. Bundan tashqari, aytib o'tishimiz kerakki, albatta genetik holatlar ham ahamiyatga ega. Ba'zi bir insonlarning yuzidagi qil tomirlar nisbatan yuzaroq joylashadi va ular oftob nurlariga ta'sirchanroq bo'ladi. Bu holat ham o'zini o'rnini egallaydi. Ko'pgina amaliyotdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, murojaat qilayotgan bemorlarni aksariyati ayol kishi va bu olimlarning statistikasi bo'yicha ham ayollarda ko'proq uchraydi. 30 yoshdan keyin 30 plus, 45 yoshgacha, 50 yoshgacha ba'zi bir holatlarda mijozlarimiz bor, 60 dan oshgan mijozlar ham kuzatiladi. Demak, erkaklar bilan ayollarda bo'ladigan muammolarni gapirib o'tamiz. Ko'pgina ayollarimizni birgina bir istagi bor. Ko'chaga chiqqanda hech qanday makiyaj, tonalkalar surmasdan bemalol yoshligini eslab, shu balog'at yoshiga yetguncha bo'lgan holatni eslab aytishadi. Voy doktor, shundoq bir muolaja qilingki, men shu yoshligimga qaytay. Ko'chaga chiqqanimda hech narsa surmay, shunday turaydi, yuz qo'lim yuvib chiqib ketay deyshadi. Asosiy xohish, talab bugungi kunda shu. Erkaklarimiz esa demak, ko'pgina uchraydigan holatlardan biri, ko'cha-ko'yda mashina boshqarayotganda dan xodimlari tomonidan to'xtatilib, savol-javob qilinganda ozgincha alkogol ichimligi bormi degan savollar kelib tushadi. Shunda mijozlarimiz xijolat qilgandan demak murojaat qilishga majbur bo'lishadi va bu holatlarni biz bartaraf qilamiz. Bitta, ikkita, ba'zan 3 ta muolajadan keyin yuz oldingi holatiga yaqinroq bir qaytib bu muammodan xolis bo'lishadi. Undan tashqari ko'pgina tadbirlar bo'ladi. Aytaylik, rahbarlar, lavozimda o'tirgan insonlar, ularning oldiga ko'p odam kirib chiqadi. Ular undan yuqori bo'lgan rahbarlarning oldiga kirishadi. Shunday holatlarda albatta tashqi ko'rinish ahamiyatga ega bo'lgani uchun yuzda qizarish, qil tomirlar kengayishi, toshmalar bilan bo'lgan holatlarda erkaklarimiz ham aksariyati murojaat qilishadi. Va bu muammolar M-Beauty terapiya klinikasida eng zamonaviy kompleks muolajalar yordamida bartaraf qilinadi. Kompleks muolajalarimizni ichiga albatta lazer, eng oxirgi rusumdagi Lutronic kompaniyasining Clarity 2 degan lazer apparati, undan tashqari mezoterapiyada ishlatiladigan inyektsion muolajalarimiz va parvarish qiladigan vositalardan foydalanib, iloji boricha tez kunlarda yuzni dastlabki holatiga, ya'ni shu yaxshi qil tomirlarsiz, toshmalarsiz bo'lgan holatiga keltiramiz. Amaliyotda kuzatayotgan narsalardan biri, bemorlarimiz dastlab turli xil vositalarni ishlatib ko'rishadi. ChatGPT ga kirishadi, sun'iy intellektdan foydalanishadi. U yerda ko'rgan turli xil kremlar, mazlar, malhamlarni uzoq joylardan zakaz qilib olib kelib ishlatib ko'rishadi. U ish bermagandan keyin o'sha mahallasida, turar joyida yoki ish joyiga eng yaqin bo'lgan kosmetologlarga murojaat qilishadi. U yerda ham turli xil muolajalarni olishadi, inyektsion muolajalar va hokazolarni olgandan keyin, u ham natija olmagandan keyin eng oxiri demak shifokor dermatologga murojaat qilishadi. Aholimizga, shu opa-singillar, aka-ukalarga bo'lgan murojaatim, yuzingizda har qanday muammo bo'lgan taqdirda avvalambor shifokor, dermatolog, kosmetologlarga murojaat qilishingizni
tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki orada ancha muncha vaqt o'tadi, vaqtdan yutqazasiz. Turli xil xarajatlar bo'ladi. Kerak emas xarajatlarni qilib qo'yasiz. Va dastlabki undan ham yomonroq holatga, ya'ni jadallashgan, avj olgan holatga olib kelib, muammoni yana ham chuqurlashtirish holatlari kuzatiladi. Shuning uchun hurmatli aholimiz, opa-singillar, aka-ukalar, sizga tavsiyam dastlabki holatda to'g'ri dermatolog, kosmetologga murojaat qiling va sizga malakali shifokorlar ushbu muammoni tez kunlarda eng zamonaviy uskunalarda, eng zamonaviy dori vositalaridan foydalanib, dastlabki yaxshi holatingizga keltirish bilan shug'ullanamiz. Agarda sizda yoki yaqinlaringizda yuz qizarishi, toshmalar toshishi, qil tomirlarning kengayishi, yuzda qichishishlar paydo bo'lib, quruqlashib ketgan teri kabi shikoyatlaringiz bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling. Bizning mutaxassislar albatta siz bilan bog'lanishadi.